Bugun o'zini Toshkentliman degan odam obязательно kelib ko'rish kerak bo'lgan joy ko'rsataman. Ketdi. Bu joy Toshkentning eski va qadrli joylaridan bittasi. Kelganingizda shunday eski shahar atmosferasini his qilasiz. Ichkari joylari ham Toshkentning fayzli hovlilariga o'xshaydi. Atmosfera jaydari. Bu joy o'zini sho'rvalari va kaboblari bilan mashhur. Ob'yomligi ham ancha katta. Bitta porsiya sho'rvada ikkita katta shunaqa go'shi va navarisi bulyoni bo'lar ekan. Ko'rinishi bomba bo'ldi o'zi ham. Kaboblarning ham har xillari bor. Qo'yjaz, moljaz, jigar, g'ijduvon qiyma, toshkentcha qiyma, qovurg'a, baliq, xullas assortiment katta. Biz hammasidan ikkitadan etdik. Moljazga faqat viruska ishlatamiz deyishdi. Toshkent qiymasi ham bolalikni eslatadigan tamakan. Go'shtlarni ham ishonchli joydan olishadi. Hammasini Toshkentning eski qadriyatlariga mos ravishda tayyorlashar ekan. Xohlasangiz 5000 so'mga bitta shunaqa navarisi bulyon ichib, keyin to'rtta shashlik yeyishingiz mumkin. Mabodo menyuda boshqa ovqatlar ham bor. Noxot sho'raymi, 5 barmoqmi, xullas har qanaqada degasi, o'ziga mos ovqatni topa oladi. 5 barmoqni porsiyasini qaranglar, dahshat u. Agar siz Toshkentda mehmon bo'lsangiz ham shu joyga albatta kirib ko'ring. Manzil Chig'atoy, Nurafshon ko'chasi 100 da. Sho'rva nomer 1. Videoni hamma toshkentlik tanishlarga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalida.